Bir kishi Abdulloh ibn Abbosning oldiga kelib aytdiki, men bir ayolga uylanmoqchi bo'lib sovchi qo'ydim. Bu ayol menga tegishli bo'lmadi. So'ngra boshqa kishi unga sovchi qo'yildi, unga tegishlikka rozi bo'ldi. Meni g'ayurligim tutib, haligi ayolni qatl qildi. Menga tavba yo'li bormi dedi. Ibn Abbos roziyallohu anhu onang tirikmi dedi. Kishi yo'q dedi. Ibn Abbos aytdi, Allohga tavba qil. Qo'lingdan kelganicha Allohga yaqin bo'l. Hali odam ketdi. Qotillikni tavbasini so'rab kelsa, Ibn Abbos onasini so'rayapti. Bilingmi? Bu hadisni rivoyat qilgan kishi aytadi. Keyin Ibn Abbosning oldiga borib so'radim. Nimaga uni onasini tirikligini so'radingiz? Ibn Abbos aytdi, onaga yaxshilik qilishdan ko'ra Alloh azza va jallaga yaqinroq qiladigan, Alloh azza va jallaga yaqin qiladigan boshqa amalni qilmayman dedi. Onaga yaxshilik qilib Allohga yaqin bo'lganchalik boshqa hech qaysi amal bilan inson yaqin bo'la olmaydi. Ular nima edi? Ota-onalarimiz boshimizga qo'ygan qush edi.